Santexnik ustalar mana shu dazmolda ishlaganda umrida bilasizmi necha marta qo'lni kuydirib oladi. Mana yig'ib ketyapti. Katelni yig'ilayotganda ajoyib mana bunaqa yozuvlar kelib qoladi. Palif debdi. O'zi mana bu O bo'lish kerak, bu yerda V bo'lish kerak. Palif 5 ta harfli so'zda 2 ta xato. Xo'sh, ulichni deganda ulichniy bo'ladi. Yana palif. Главный yoki главная труба. Karchir emas, karcher. Letniy, kuxniya, isi vashi lishniy. Endi o'zi atabinida yig'ishda ona tili, adabiyot fani juda muhim mas'ul, lekin geometriya, ya'ni mana bu parallel, diagonal, mana qilib x chiroyli qilib yig'ishli geometriyasi 5 bo'lish kerak. Bundan tashqari mana shu ichida yuradigan suvi hisob-kitobi, necha diametr truba, to'qli pol, radiatorlarga necha litr suv ketadi. Matematika 5 bo'lish kerak. Oxirgisi gidravlika, ya'ni suvlarning yurishi, urilishi, fizika, issiq, sovuq, fizika fani ham 5 bo'lish kerak. Bundan tashqari qalb ham toza bo'lish kerak. Oldingi videolarni ko'rsanglar juda ko'p foydali ma'lumotlar berganmiz. Obuna bo'lib qo'ysanglar, undan keyin ham zo'rlarni ko'rasizlar. Sog' bo'lasizlar.